Assalomu alaykum. Hozirgi mavzumiz bo'yin osteoxondrozi haqida bo'ladi. Osteoxondroz nima uchun bo'yinda ko'proq bo'ladi? Bel va bo'yinda. Chunki bo'yin va bel sohasidagi umurtqalarda harakat boshqa joylarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Bosh xohlaysizmi yo'qmi, bir kunda 50-100 marta u yoq bu yoqqa burilasiz, egilasiz, turasiz, avtomatik bo'yin harakatlanadi. Belda ham xuddi shunaqa. O'zingiz sezmagan holda egilib turish, yurish harakatlarida ishtirok etadi. Shuning uchun ko'proq bo'yin va bel sohalarida osteoxondroz ko'p uchraydi. Osteoxondroz nima bu? Bunda shu umurtqalar orasidagi disk bo'ladi. Shu diskni yosh o'taverishi bilan yuqoridan keladigan og'irlik hisobiga nisbatan disk puchayib boradi. Puchayib bo'yinlarda, masalan, puchaygandan keyin oldingidek to'liq harakat diapazoni kamayadi va shuning hisobiga chetlaridan osteofitlar o'sib chiqish ehtimoli bo'ladi. Bu ya'ni tuzlar o'sib chiqish ehtimoli bo'ladi. Bo'ynimizda bo'yin arteriyasi, ya'ni boshni qon bilan ta'minlash maqsadida umurtqalar orasidan o'tib, bosh suyagining ichiga kirib ketadi. Yuqoridan pastga qarab qo'llarni innervatsiya qilish maqsadida nervlar yo'nalishi bo'ladi. Keyinchalik osteoxondroz rivojlanib ketaversa, bu yerda protruziya bo'lishi yoki grijalar kelib chiqishi mumkin. Klinikasiga keladigan bo'lsak, klinikasi boshda nima uchun klinikasini aytmadim? Bunda anatomiyasini birinchi tushuntirdim, chunki bo'yin sohasidan pastga qarab nervlar o'tadi, yuqoriga qarab bo'yin arteriyasi bosh miyani qon bilan ta'minlash uchun bosh miya qutisiga kiradi. Osteoxondrozni qaysi bo'yin sohasining qayerda bo'lishi va qayerni siqishiga qarab shuni klinika beradi. Shunaqa belgilar beradi. Masalan, bo'yin arteriyasini siqadigan bo'lsa, nisbatan bo'yin arteriyasi siqiladigan bo'lsa, bosh miyaga nisbatan qon kamroq bo'ladi. Va shuning hisobiga bosh og'riqlari kuzatiladi, bosh aylanishlar kuzatiladi, ko'z sohasida og'riqlar, quloq shang'lashlari kuzatiladi. Keyin panikik attakalar bo'lishi mumkin, bosh miyada og'irlik bo'ladi. Ba'zan ko'ngil aynishlar kuzatilishi mumkin. Sabab miyaning ichiga kirayotgan bo'yin arteriyasini normal qon bosh miyaga yetkazib bera olmagan hisobiga. Bosh miyada shunaqa gipoksik holat hisobiga kelib chiqadigan o'zgarishlar kuzatiladi. Bo'yindan chiqayotgan karechkalarda osteoxondroz hisobiga, ya'ni yoki tuzlarning hisobiga nisbatan siqilish kuzatiladigan bo'lsa, bunda bo'yinda og'riqni yelkaga, kurak sohalariga va qo'llarga uzatilishi kuzatiladi. Yoki sezishda o'zgarishlar kuzatiladi. Qaysi tarafda siqqan bo'lsa, shu tarafda, o'ng tarafda siqqan bo'lsa, o'ng tarafda qo'llarda uyushishlar, sezgining pasayishi yoki ba'zan og'riqlar uzatilishi, qo'lning uchigacha og'riqlar uzatilishi kuzatiladi. Shuna qarab klinikasini aniqlab olishimiz mumkin. Agar yuqori qarab ketadigan arteriyani siqadigan bo'lsa, boshda bo'ladigan o'zgarishlar ko'proq kuzatiladi. Yoki bo'yindan chiqayotgan nerv ildizchalarini siqiladigan bo'lsa, bo'yinda, yelka va qo'llarda og'riqlar kuzatiladi. Yana bunda agar nerv bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, qo'lning uchigacha boradi. Endi buni tashxis qo'yishimizda magnitli rezonans tomografiya yaxshi aniqlab beradi. Bo'yin osteoxondrozni davosiga keladigan bo'lsak, bir ikkita mashq ko'rsatmoqchiman. Bu mashqlar oddiy o'tirib ham bajarsa bo'ladi. Va qo'limizni bir-biriga kaftini qo'yib, bir-biriga itaramiz. Mana o'rtoqlik holatda sal ko'krakka yaqin qilmasdan o'rtoqlik olib itaramiz, bir-biriga qattiq va boshni burib yelkaga tegizamiz. Va ikkinchi tarafga xuddi shunday qilamiz. Ikkinchi mashqda kaftni yelkaga qo'yamiz, yelka ustiga emas, old tarafdan qo'yib, yelkani kaftga tiramiz, kaftni yelkaga tiramiz va boshni burgan holda qarama-qarshi tarafda yelkaga bosamiz iyak bilan. Va ikkinchi tarafga ham xuddi shunday qilamiz. Shunda yelka, bo'yin mushaklarini tortishi kuzatiladi va
shu joylarda qon aylanishlari nisbatan yaxshi bo'ladi. Bir kunda 4-5 martagacha qilish mumkin. Qo'lga beradigan og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, og'riq qoldirishlar, NPBSlar va bo'yin sohasida qon aylanishini yaxshilovchi preparatlar va vitamin B kompleksi va mushaklarni reaksiya qilish maqsadida reaksantlar va bo'yin sohasida massaj, UVC yoki ultraforez yoki darzanban ishlatishimiz mumkin. Qisqacha bo'yin osteoxondrozi haqida mana shularni yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin.